Men ko'z yoshimni yashirish uchun singlimning boshini ko'ksimga bosdim. Saidaning ko'nglini ko'tarmoqchi bo'laman-u, gapirolmayman. Ovozim yig'i aralash chiqishidan qo'rqaman. Biroz uning sochini silab turganimdan so'ng dedim: "Sai, seni o'zim davolataman. Hali hech narsa ko'rmaganday bo'lib ketasan. Sening irodang bor, bilaman. Har qanday uqubatga bardoshing yetadi." "Aka, men chidashim kerak bo'lgan yana boshqa ko'rgilik bormi?" so'radi Saida yuzimga qarab. Uning shu gapidan keyingina men nima deb qo'yganimni anglab yetdim. Endi hamma gapni hozir aytmasam bo'lmasdi. Azoblansa hozir bir marta azoblansin. Keyin qiynalib yurmasin. "Saida, men seni qanchalik yaxshi ko'rishimni o'zing yaxshi bilasan." "Bilasanmi?" deya qanday gapirishimni bilmay ikkilanib qoldim. Dabdurustdan enam o'lib qoldi desam, singlim ko'tara oladimi? Yoki keyinroq bilgani ma'qulmi? Yo'q, hozir aytishim kerak. Saidaning bardoshi yetadi. Hozir avval men qidiruvda ekanligimni aytaman. Undan so'ng onam haqida gapiraman. "Bilasanmi, men qidiruvdaman. Nima sababdan shundayligini hozir aytishga vaqt yo'q. Keyinchalik batafsil gapirib beraman. Xo'pmi?" Singlim xo'p degandek bosh silkidi. Uning bu harakati menga ancha dalda bo'ldi. "Seni ham uyga borishing mumkin emas. Borsang ushlab olishadi-da, yana o'sha kasalxonaga olib borishadi. Buni sen ham, men ham xohlamaymiz. Keyin oilamizda sen, men, otam qoldik." "Enamchi?" dedi Saida birdan qaltirab. Enamni ham berib qo'ydik." "Nima?" qichqirib yubordi singlim va sochlarini g'ijimlagan ko'yi o'kirib yig'lashga tushdi. Uning ovozini eshitgan xolam uyga yugurib kirdi-da, Saidani quchoqlab yupatarkan, savol nazari bilan menga qaradi. Men boshimni qimirlatib aytdim degan ishorani qildim. Keyin xolamning o'zi ham yig'lab, "Peshonamizda shunday ko'rgiliklar ham bor ekan-da. Nima qilamiz endi, qizim? Qolganlarning joni omon bo'lsin. Mana o'ldiga chiqarilgan akang qaytib keldi. Otang bor, men borman. Seni yolg'izlatib qo'ymaymiz." deya singlimni yupata boshladi. Men tashqariga chiqib ketdim. Oradan bir soatlar o'tib, xolam uydan chiqib keldi. Ko'p yig'laganidan uning ko'zlari qizarib ketgandi. "Uxlab qoldi, sho'rlik qiz", dedi ayvon ustuniga suyanib. "Men bir joyga ketishim kerak. Saidani shu yerda qoldiraman. Uni yolg'izlatib qo'ymang. Yana bir gap, singlimning ahvoli ancha og'ir. Agar anavindaqa dori yoki nasha bo'lmasa, o'zini bir narsa qilib qo'yishi ham mumkin. Shuning uchun qayerdan bo'lsa ham nasha topish kerak. Ko'pmas, juda ham oz miqdorda. 1 grammning yarmi ham yetadi. Faqat bugunga, ertaga o'zim davolatish yo'lini qilaman. Topiladimi? Shu padaringga la'natdan." Xolam menga biroz achinib qarab turdi-da, chuqur xo'rsinib boshini qimirlatdi. "Bor, bu yil ozgina ekuvdik. Doriga. Moyini vazelin qutiga solib olib qo'yibman."
Xola, shundan judayam ozginasini choyga eriting. Saidaning o'zi tipirchilab qoladi. Shu paytda bersangiz bo'ldi. Keyin xola, singlim sizlarnikida bir kundan ortiq turolmaydi. Meni qo'lga olishlari uchun Saida ularga judayam kerak. Xo'p, men ketdim. Iltimos, aytganlarimni yelda qoldirmang. Xolam gapimdan keyin biroz o'ylanib turdi-da, bo'lalaringning hammasi sizlarnikida. Men ham boyagina keluvdim. Bir ikkita narsalarni olib ketish uchun. Yaxshiyam kelganim. Hozir yana qaytib bormasam bo'lmaydi. Bechora opamning bitta-yu bitta singlisiman, deya xolam yana yig'lashga tushdi. Men yerga qaradim. Hammaning qayg'usini ichimga yutayotgan edim. Yutishga majbur edim. Ro'y berayotgan ko'rguliklarning bosh sababchisi o'zim edim-da axir. Xolam ko'z yoshlarini artib sal o'ziga kelib olgach, ovsinining qizini chaqirib kelishini, Saidaning yonida o'tirib turishini aytdi. Mening ko'nglim taskin topdi va darvoza tomonga yura boshladim. Xolam qayerga boryapsan? Nega ketyapsan deb bir og'iz ham so'ramadi. Faqat Sobirjon ehtiyot bo'l, dedi. Men shaharga yetib kelganimda to'g'ri kapitanni tashlab ketgan joyga bordim. Bechora terlab ketgan, boshidagi furashkasini olib olib asabiy holda u yoqdan bu yoqqa yurar edi. Kuttirib qo'ydimmi, dedim uning yoniga borib. U meni ko'rishi bilan dami chiqqan pufakday bo'shashib qoldi-da, odam degani shunaqa bo'ladimi? Dedi yig'lamoqdan beri bo'lib. Tez kelaman deganding-ku. Adashyapsiz, kapitan. Tez emas, albatta kelaman, dedim. Mana va'damga vafo qildim. Kapitan menga chaqchayib qaradi. Shaharning qanchalik notinchligini ko'rdingmi, dedi. Hali bundan ham battar bo'ladi, dedim miyig'imda kulib. Hozir ikkalamiz tushlik qilamiz. Men sizga haq bermoqchiman. Ertaga yana odamgarchiligi yo'q ekan, deb orqamdan so'kib yurmang. Kapitan hammasining padariga la'nat, deb qo'lni siltadi. Biz g'aribgina bir kafega kirdik. Men quyuq-suyuq taomlardan tashqari aroq ham buyurdim. Balki bugun ichmasmiz, dedi kapitan. Siz bilan yana shunday o'tiramizmi, yo'qmi, Xudo biladi. Keling, bugun ichaylik, dedim. Kapitan meni kutmay birinchi qadahni bo'shatdi. Uning qilig'idan kulgim qistadi, lekin unga bildirmadim. Ikkinchi qadahni ko'tarayotganda mening ichmayotganimga ajablandi. Men azadorman, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi, dedim. Bizda bo'lsa bunday paytda qayg'uni unutish uchun ichiladi, dedi-da bir ko'tarishda ikkinchi qadahni ham siqqordi. Keyin aroq shishasini olib pastga oyog'i ostiga qo'ydi. Keyin men kapitanga qarab, sizga buyruq berganlarni qayerdan topsam bo'ladi, dedim. Kapitan birdan ovqat yeyishdan to'xtab, avval menga, keyin atrofiga alangladi. Hech kim bizga e'tibor bermayotganiga amin bo'lgach, yana ovqatni paqqos tushira boshladi. Savolimga javob bermadingiz, dedim men kayfiyatim buzilganidan unga jiddiy qarab. Buni men bilmayman. Bu haqda men senga aytgandim, dedi kapitan og'zidagi luqmasini yutishga shoshilmay. Siz bilmasangiz kim biladi? Oblast KGB'sining boshlig'i bo'lsa kerak. Kapitan shunday dedi-yu, birdan ovqat yeyishdan to'xtadi. Aftidan u beixtiyor aytib yuborganini bilmay ham qoldi. Yaxshi, dedim va zo'r berib ovqatlanishga tushdim.
Kapitan menga termilgancha qotib qoldi. Nihoyat ovqatni tugatib, lab lunjimni artayotganimda, sen bilan ketayotganimning hidini olishgan. Endi seni olib bormasam, o'zimga jabr bo'ladi, dedi kapitan. Faqat bugun emas, ishlarimni bitirib olay, keyin o'z oyog'im bilan koshonangizga boraman, dedim unga javoban. Men unda nima deb javob beraman? Ishlari bor ekan, ishlarni bitirsa o'zi kelar ekan, deymanmi? Nimalar deyapsiz, kapitan? Yoshingiz bir joyga borib qolgan bo'lsa ham, gapingiz yosh bolalarnikiga o'xshaydi-ya. Hozir tashqariga chiqaylik. Men sizga nima qilish kerakligini aytaman. Kapitan og'rinib o'rnidan turdi. Chunki mening so'nggi gapim uni boshi ber ko'chaga kiritib qo'ygandi. Agar meni olib bormasa, har qancha vach-karson ko'rsatmasin, kattalar baribir ishonmaydi. Biz tashqariga chiqqanimizdan keyin maqsadimni aytdim. Ya'ni ovloqroq joyga borganimizdan so'ng uning yuziga yaxshilab tushiraman. Ko'zi ko'karadi va boshlig'iga men uni mana shunday ko'yga solib kelganimni aytadi. Kapitan gapimga ko'nmadi. Oqibat shumi? Kecha ta'ziyada senga tegmasliklarini iltimos qildim. Bugun singlingning yoniga borib kelishingga indamadim. Endi meni shunday mukofot bilan siylab ketmoqchimisan? Men kapitanning ko'ziga yeb qo'ygudek tikildim. Shu qarashimning o'zidan bechoraning yuragi qinidan chiqib ketayozdi. U shoshib-pishib, "Meni urmasang ham boshqa yo'li bor", dedi ko'zi pirpirab. "Qanaqa yo'l?" dedim vajohatimni o'zgartirmay. "Shaharda dugonam bor. Sen ishingni bitirguncha men shu yerda kutib turaman. Agar sen mening ko'zimni ko'kartirib boshlig'imning yoniga jo'natsang, baribir u meni ham, oilamni ham sog' qo'ymaydi." "Bo'pti, ketavering, o'rtoq kapitan", dedim men unga sovuq jilmayib. U 1-2 qadam yurdi-da, ortiga o'girilib, "Qachon ko'rishamiz?" dedi. "Darvoqe, telefon raqamingizni berib keting", dedim men endi biroz qulog'imni ochib. U yon daftarchasini olib, raqamlarni yozdi-da, varaqni yirtib menga uzatdi. Men varaqchani olayotib, KGBning boshlig'i qaysi ko'chada yashardi? Xotiram pastligidan esimdan chiqarib qo'yibman, dedim. U menga qo'lini uzatgan ko'yi oxiri baxayr bo'lsin. Leningrad ko'chasida. Leningrad ko'chasini piyoda kezib chiqdim. Qidirgan odamimning uyini ham ko'rdim. Pishiq g'ishtdan qurilgan baland bir qavatli bino, darvozasi qalin temirdan. Uning tepasidagi shapkada chiroq osilgan. Chiroqning yonida yana nimadir bor. Oddiy ko'z bilan ilg'ash mushkul. Demak, bu uyga faqat devor oshib kirish mumkin. Shu o'yni xayolimdan o'tkazib, ko'chaning narigi tomoniga qarab yura boshladim. 100 metrlar chamasi yurganimdan so'ng ortimdan mashinaning ketma-ket signal berayotganini eshitdim. Qarasam, axlat mashinasi ekan. Mashinani biroz kuzatib turdim. Kutganimday mashina men ko'zlagan devorning yonginasidan o'tdi. Yo'lning torligi ham ba'zida odamga qo'l keladi, deya xayolimdan o'tkazdim-da, ortimga qaytdim. Ko'chaning boshiga borib, yarim soatdan ziyod kutdim. Atrofni qorong'ulik qopladi. Nihoyat men kutgan mashina keldi. Uning ortiga osilib, telishkasiga chiqib oldim va KGB boshlig'ining devoriga yetganda sakrab devor ustiga chiqdim. Padaringga la'nat, devor ustiga shisha siniqlari yopishtirilgan ekan. Tuflimni yirtib yubordim. Yaxshiyamki oyog'imga kirib ketmadi.
Devor ustida turib atrofni kuzatgandim. Yo'lbarsda it akillamay yugurib kelayotganiga ko'zim tushib qoldi. Xuddi shu qadrdonimni kutib olmoqchiday o'zimni pastga otdim. Yerga tushgan zahotim men uloqtirgan pichoq itning qop peshonasidan sanchildi. U bir marta vay etgan ovoz chiqardi-yu, mengacha yetib kelmay o'mbaloq oshib jon taslim qildi. Uyning eshigi ochiq ekan. Ichkariga bemalol kirdim. Kiraverishda chap tomondagi xonadan televizorning ovozi eshitildi. Sekin shu tomonga mo'raladim. 3 kishi, bir ayol, bir qiz va bir bola ko'zlarini televizordan uzmay ovqatlanishyapti. Ular o'tirgan xonaga sekin bildirmasdan kirib oldim. Endi ayolning sochidan ushlayotgan mahalim u menga qarab qoldi va cho'chib tushib "Voy!" deya baqirib yubordi. Qiz bilan bola esa karaxt ahvolda qotib qolishgandi. Men labimga ko'rsatkich barmog'imni bosib "Ts" dedim. "Siz kimsiz?" so'radi ayol qo'rqibsa. "Birinchidan bosqinchi, ikkinchidan qotilman", dedim xunuk tirjayib. "Bizdan nima istaysiz?" dedi ayol endi mutlaqo o'zini yo'qotib. "Menga jon kerak." "Yo'q, unday qilmaysiz. Istaganingizcha pul so'rang, beraman. Lekin bizning jonimizga tegmang", deya yig'lashga tushdi. Uning yig'isidan jahlim chiqa boshladi. Yuziga tarsaki tortib yuborishdan o'zimni tutib tura olmadim. "Oyimga tegmang, oyimga tegmang", deya qichqirishdi itvachchalari. "O'chir", deya ularga mushtimni ko'rsatgandim. Ularning uni o'chdi qoldi. "Erim bilsa sizni sog' qo'ymaydi", dedi juvon yig'i aralash. "Hali ko'ramiz kim kimni sog' qo'ymasligini", dedim men jahl bilan. "Qani senlar oyinglarning yoniga kelinglarchi." 16-17 yoshlardagi qiz, 5-6 yashar bola vajohatimdan butkul yuragini oldirib qo'ygan shekilli darrov aytganimni bajardi. Men ularni yotoqxonaga olib kirib, derazadagi pardadan 2 bo'lak yirtib oldim-da, qiz bilan bolaning oyoq-qo'lini chandib bog'lab tashladim. Og'izlariga latta tiqib qo'ydim. So'ng qilayotgan ishlarimni yurak yutib kuzatib turgan juvonga qarab dedim: "Darhol siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Bir narsaga aniqlik kiritib olishim uchun." Juvon ko'zdagi yoshni artib, "Nimani bilgingiz kelsa so'rang, hammasini", dedi. "Nahotki eringizning qallobliklarini bolalaringiz ham bilishini istasangiz, yuring oshxonaga, bemalol gaplashamiz", dedim. U mening oldimga tushdi. Oshxonaga kirib, stolning 2 tomoniga o'tirdik. Juvonning ko'rinishini zahmat chekkan ayollarnikiga o'xshamasdi. Birinchi bolasi shuncha yoshga kirib qo'yibdi-yu, hali yuzi tiniq. Birorta ajin tushmagan. Albatta, o'ziga oro berishdan bo'lak qayg'usi bo'lmagan ayol qarirmidi? "Ismingiz nima?" so'radim juvondan. "Lida", deya javob qaytardi. "Meniki Sobir. Balki eshitgandirsiz." Lida biroz o'ylanib turdi-da, "Eslolmadim. Eshitmaganman, shekilli", dedi. "Bo'lishi mumkin. Unda yaxshilab tanib qoling. Harbiyda itday xizmat qilib, evaziga onasi, ukasidan ayrilgan va singlisi narkomanga aylanib qolgan, o'zi esa o'ta xavfli jinoyatchi deya e'lon qilingan. Nahotki siz o'sha bo'lsangiz", dedi Lida hayratini yashirolmay. "Erim siz haqingizda gapirganda men mutlaqo boshqacha tasavvurga borgan edim.
2 metr keladigan baquvvat badbashara, shundaymi? Shunga yaqinroq, lekin siz ixcham, chayir, ko'rkam yigit ekansiz. Ko'zingizga qaragan har qanday qiz sevib qolishi mumkin. Sizning shuncha ishlarni qilganingizga ishongim kelmayapti. Albatta, eringiz men haqimda sizga nimalar degani noma'lum. Lekin shuni aniq bilamanki, bir og'iz yaxshi odam degan gapni aytmagan. Aslida o'zining qilmishi menikidan oshib tushadi. Biroq eringiz mening ukamni o'ldirgan. Yo'q, bo'lishi mumkin emas, baqirib yubordi Lida. Uning qon to'kishga qo'li bormaydi, lekin tili boradi. Uning buyrug'i bilan mening ukam o'ldirilgan. Singlim narkomonga aylangan va onam jar yoqasiga borib qolgan. Tili bilan buyruq berganmi? Demak, ana shu tili menga endi javob beradi. Lida boshini changalladi, uzoq yig'ladi. Taqdiridan nolidi. Men esa unga qarab o'tiraverdim. Oradan yarim soatdan mo'lroq vaqt o'tib, telefon jiringladi. Lida menga qaradi. Agar eringiz bo'lsa, uyda hammasi yaxshi, hamma narsa joyida deb ayting va ertaroq kelishini tayinlang, dedim. Lida go'shakni olayotganda esa, farzandlaringizni juda ham qattiq yaxshi ko'rsangiz kerak-a? deya dasturxon ustidagi pichoqni olib, u yoq bu yog'iga qaragan bo'ldim. Mening bunday gapimdan keyin Lidaning yuzida qon qolmadi. "Allo", dedi u go'shakni olib. "Vladimir, senmisan? Biz yaxshi o'tiribmiz. O'zingchi? Kim qo'ng'iroq qildi?" "Yo'q, unaqa qo'ng'iroq bo'lmadi. Qachon kelasan?" "Yaxshi, kutaman." Go'shakni joyiga qo'ygan Lida biroz boshini egib turdi-da, so'ng menga yuzlanib, 15 daqiqadan keyin kelarkan. Kimdir ko'cha telefon orqali erimga qo'ng'iroq qilib, "Ehtiyot bo'lmasang, o'ldirishadi seni", debdi. "Erimni o'ldirmaysanmi?" so'radi u qo'rqibsa. Hayolimga birdan kapitan keldi. "Eshak sotibdi-da. Shoshmay tur, senga chaqimchilik qanday jazolanishini ko'rsatib qo'yaman", deya ko'nglimda kapitan uchun ham sovg'a tayyorlab qo'ydim. Ammo dilimdagilarni juvonga bildirmaslik uchun xiyol tirjaydim. "Endi esa ketdik. Tashqariga chiqaylik. Qoladigan ishlarimiz bor", dedim Lidaning bilagidan ushlab. Shu holatda ham u menga nozli qarash qilishga ulgurdi. Bilaman, KGBchining xotini ham makkorlikda eriga bas keladi. Ozgina makriga uchsang, rasvoyi jahon bo'lib qolishing hech gap emas. Axir Annaning makrlari 7 eshakka yuk bo'lardi. Lekin unda qalb ham bor edi. Birgina qalb go'zalligi sabab men omon qoldim. Tashqariga chiqqanimizdan so'ng Lida itining o'ligini ko'rishi bilan yiqilib qolayozdi. O'zini itning ustiga tashlab ho'ngrab yig'ladi. Majbur bo'lib og'zini qo'lim bilan bekitdim. "It bechorada nima ayb?" dedi og'zini bekitganimdan foydalanib bo'ynimdan quchoqlashga urinayotgan Lida. Men uning savoliga javob bermay qo'lini qayirdim. "Ovozingni o'chir. Kimda qanaqa ayb borligini keyin bilib olasan. Hozir itning 2 oyog'idan ushla." Lida ikkalamiz itni ko'zdan panoroq joyga bekitib keldik. Shundan so'ng mening buyrug'im bilan juvon darvozani qiya ochib qo'ydi. "Agar ering kelgandan keyin g'ing etgan ovozing chiqsa, avval seni, keyin eringni o'ldiraman. Tushundingmi?" do'qirdim Lidaga. U xo'p degandek boshini qimirlatdi.
Oradan ko'p o'tmay darvoza yoniga mashina kelib to'xtadi-da, eshigi ochilib qayta yopildi. Men Lidaning orqasidan quchoqlab darvozaga yopishib turdim. Qadam tovushlari biz tomonga yaqinlasha boshladi. Men yonimdan pichoq chiqarib Lidaning bo'yniga tiradim. Shunda uning badani titrayotganini sezdim.